Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Bugun Stokgolmda yana bir o'zbek vatandoshlarimizning xonadonlarida chiroyli bir tadbir, go'zal oqshom, yoshlarimizning misol oqshomlari. Biz Sardorjon hamda sevinchxonlarga baxt, omad yor bo'lishini Yaratgandan so'rab qolamiz hamda Assalomu alaykum. Baxtli oshxonasiga yo'lsa kechaga xush kelibsiz. Xush kelibsiz Sardorjon Sevinchxon. Bugungi kechamiz qahramonlari. Albatta, kechamiz mehmonlari, mezbonlari nomidan bugungi eng go'zal tilaklar, qalbimizdagi samimiy istorlar albatta sizlar uchun. Xonimlar va janoblar, ana shu xonadonni, ana shu bugungi to'y egalarini albatta sizlar yaxshi taniysizlar. Biz ham albatta yaxshi taniymiz, qadrdonlarimiz va bugungidek farzandlarning ana shunday kamolini ko'rayotgan go'zallarnikilar. Barchangizga muborak bo'lsin. Yana bir bora xush kelibsiz deymiz. Xonimlar va janoblar, albatta o'zbekona milliy qadriyatlarga asosan to'yimizdagi ilk rasmiy tilaklarni qolaversa, biz doim aytib o'tganimizdek mo'tabar aziz insonlarning oq fotihalar bilan boshlaymiz. Hurmat va ehtirom bilan ushbu davramizga hozir yoshlarimizga oq fotiha berish uchun qolaversa, bugungi kechamizni ochiq deb e'lon qilish uchun muhtaram Inobatxon onajon, Rahimjon aka, Muazzamxon onajonlarni davramizga taklif etamiz. Sizlarning go'zal hamda davomli guldiroz olqish va qarsaklaringiz ostida. Marhamat. Ruxsat bersanglar, sekin astalik bilan tabriklar, istaklar sahifasini ochib deb e'lon qilsak-da, xonadon egalarining ruxsatlari bilan va mezbonlardan tabriklarni qabul qilib olsak. Sherzod aka, siz yaxshi bilasiz, silai rahm dinimizda yuksak qadrlanadi. Kimki silai rahmni o'z joyiga qo'ysa, umri rizqi barakali bo'ladi deyishadi. Silai rahmni uzganlik insonning esa ahvoli voy deyishadi. Shu nuqtai nazardan bugun ko'ryapmanki, mana shu xonadonda silai rahmga katta e'tibor berilyapti va ana shu silai rahmni o'rniga qo'yayotgan aziz insonlarimiz, hurmatli G'ayrat akamiz, Lola opamiz, Alisher aka, Clara opalarimizni davramizga taklif etamiz. Kuyovimizni xolalari hamda pochchalariga
sozinho, sem se pas. Elle est passée à côté de toi, sans un regard, rien de savoir.